Atamalar izohi 9-sinf O'zbekiston tarixi darsligi asosida. Agrar lotincha so'z bo'lib, yerga, dalaga oid, qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadigan hududga, aholining qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmi ustun bo'lgan joyga nisbatan qo'llaniladi. Epos xalq og'zaki ijodida qahramonlik va qahramonlar haqidagi dostonlar majmui. Xonaqoh darvishlar uchun maishiy xona va masjiddan iborat yotoqxona. Truppa teatr yoki sirk artistlari jamoasi. Ultimatum lotincha so'nggi, oxirgi. Biror masala yuzasidan bir davlat hukumatining boshqa davlat hukumatiga bayon qilgan hech qanday e'tirozga o'rin qoldirmaydigan qat'iy talabi. Cho Rossiyasi, Tsarskaya Rossiya. Rus tilida podsho tsar deyiladi. Bu mahalliy aholi tilida chor deb talaffuz etilgan va shu bois o'zbek tilidagi adabiyotlarga shunday ko'rinishda kirib kelgan. Protektorat lotincha homiy, mustamlaka mamlakat qaramligining bir shakli. Bunday mamlakat ichki siyosatida bir muncha mustaqil bo'lsa-da, tashqi siyosat mustamlakachi davlat qo'liga o'tadi. To'ra yuqori tabaqaga mansub kishi. Xiva xonligida xon qarindoshlari va yaqinlariga beriladigan unvon. Vassal bir davlatning boshqa bir davlatga bo'ysunish tartibi. Kontributsiya mag'lub davlatning g'olib davlat foydasiga pul to'lovi. Pristan ruscha kelib to'xtamoq. Daryolar sohilida qayiqlar, kemalar to'xtaydigan maxsus jihozlangan joy yoki bandargoh. Duma ruscha o'ylash, fikrlamoq. Rossiya imperiyasining qonun chiqaruvchi hokimiyati, shahar dumasi, shaharning o'zini o'zi boshqarish organi. Uyezd tumanlarga teng ma'muriy hududiy bo'linma. Volost uyezd tarkibiga kirgan bir necha qishloq yoki ovullardan iborat hududiy bo'linma. Uchastka pristavi aholi yashash joyi nazoratchisi. Komendant qal'a yoki tumandagi barcha qo'shinlar boshlig'i. Politsiya nemischa ma'muriyat, jamoat xavfsizligini saqlovchi tashkilot. Ispravnik uyezd politsiyasi boshlig'i. Apellyatsiya lotincha shikoyat, norozilik bildirish. Sud hukmidan norozi bo'lgach, uning ustidan shikoyat arizasi berilishining biror bir shakli. Zemstvo ruscha vakolatlari cheklab qo'yilgan mahalliy idora, boshqarmaga nisbatan aytiladi. Qozi sudlari shariat qoidalari asosida ish ko'radigan sud. Bi sudlari qabila urf-odatlariga tayanib ish ko'radigan sud. Eshon dindorlar orasida obro' qozongan diniy rahnamo unvoni. Dukchi forscha yek hamda duk demakdir. Charxning yigirilayotgan ip o'ralib boriladigan qismi. Duk yasovchi hunarmand dukchi deyilgan. Kazarina italyancha uycha, kulba. Harbiy qism joylashtirilgan maxsus bino. Katorga jinoyatlari uchun og'ir mehnat sharoitida jazoni o'tash joyi. Maorif arabcha so'z bo'lib, insonlarning bilimi va tafakkurini oshirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya. Jadid arabcha yangi degan ma'noni anglatadi. Senzura lotincha hokimiyatning mavjud tizim hamda u uchun noma'qul yoki zararli deb hisoblangan ma'lumotlarni cheklash maqsadida matbuot ustidan nazorat qilinishi. Delegat lotincha yuborgan. Biror tashkilot jamoat tomonidan vakolatli qilib saylab qo'yilgan yoki tayinlab yuborilgan vakil. Federatsiya lotincha ittifoq bo'lib mustahkamlash. Davlatlarning o'z siyosiy mustaqilligini muayyan doirada cheklash yo'li bilan yagona ittifoqqa birlashuvi. Avtonomiya yunoncha qonun. Biror bir hududning qonun bilan chegaralangan davlat hokimiyatini mustaqil amalga oshirish huquqi. Jevacha
Jeva qurol aslaha. Qurol aslahaxona boshlig'i. Pulemyot. Ruscha o'q va metall otmoq, ya'ni o'qni tez otadigan avtomatik qurol. Stixiyali. Uyushmagan, to'g'ri tashkil etilmagan harakat. Notarial ishlar. Lotincha kotib, yuridik va boshqa turli hujjatlarni tasdiqlash ishlari. Mutaassib. Arabcha so'z bo'lib, o'ta fidoyi, dinga qattiq berilgan, uning aqidalariga ko'r-ko'rona amal qiluvchi. Radikal. Lotincha tubdan, keskin va qat'iy choralar tarafdori. Muvaqqat. Arabcha so'z bo'lib, vaqtincha muayyan muddatga tuzilgan hukumat demakdir. Sindikat. Yunoncha birgalikda ishlash demakdir. Bir turdagi mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar birlashmasi. Kasanachilik. Uyda yollanib ishlanadigan hunarmandchilik. Manifest. Lotincha so'z bo'lib, hukumatning muhim voqea munosabati bilan xalqqa qilgan yozma murojaati, qonun kuchiga ega bo'lgan hujjat. Konservativ. Lotincha eski tuzum tarafdorlari, islohotlar va o'zgarishlarga qarshi turuvchilar. Tuzem. Yerli xalq, mahalliy aholining mustamlakachilar tomonidan atalinishi. Matbuot. Arabcha bosma asarlar, nashrlar demakdir. Gazeta, jurnal va kitoblar majmui. Gimnaziya. Ayrim fanlarga ixtisoslashtirilgan va ular bo'yicha chuqur ta'lim beradigan o'quv muassasasi. Meteorologiya. Yunoncha so'z bo'lib, yer atmosferasi, uning xususiyatlari va unda bo'ladigan fizik jarayonlar haqidagi fan. Filiton. Fransuzcha kundalik turmushda ro'y beradigan salbiy hodisalarni tanqid qilib yozilgan gazeta yoki jurnal maqolasiga nisbatan filiton tushunchasi ishlatilgan. Audio o'quvchi Nilufar Ahmadaliyeva Tarix audiokurs kanali uchun maxsus.